Assalomu alaykum yurtdoshlar, qo'raqoshlar, qo'raqoshlar. Bugun ayni damlarda Allohning nuri yog'ilgan fayzli to'yxona Murodxonaga o'zani fayzli qadamlari va yaxshi niyatlari ila tashrif buyurgan barcha aziz, hurmatli mehmon mezbonlarimizga xush kelibsizlar deb qolamiz. Qolaversa, aynan bugungi kechamiz shoh va malikalari. Sodroq tilda aytganda, kelin-kuyovlarimizga Allohdan bitmas uyalmas baxt, oliydan taxt. Buxoroning vaqtini Samarqandda taxtini talab qolamiz deganlar bo'lsa, agarda mumkin bo'lsa, baralla guldiroz qarsagilar bilan bugungi fayzli kechamiz ochilib qilgan bo'ladi. Rahmat, tashakkurlar, salomat bo'linglar. Qarsacho'ga mehmonlarimizni xonadonlarda ham hamisha mana shunaqangi fayzli, xursandchiliklar bo'lishini talab qolamiz. Hech qachon yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Va aynan bugungi kechamiz davomida mehmon mezbonlarimizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lishini tilab qolgan holatda badiiy maydonchamiz sahnasiga birinchilardan bo'lib kelin-kuyovlarimizga va bugungi fayzli kechamizga tashrif buyurgan mehmonlarimizga xush kelibsizlar deb barcha mehmonlarimiz guvohligida farzandlariga yil tubida yurak tuviga berkingan eng samimiy tilaklari, yaxshi niyatlardan davramizni fayzli tarzda fayzga fayz, ko'rkiga ko'p qo'shgan holatda ochib berishadigan maqsadda to'y boshlarimiz davramiz markaziga taklif qilamiz. Kuyov bolamizni padar buzrukvalari adajolar Yahyobek akamizni, volida muhtaramalari onajolar Rohilaxon onajonimizni, qolaversa kuyov bolamizni duo bo'ylari xonadon kattalari, opodalari Turdalo hojotamizni taklif qilamiz. Duo bo'ylardan bu jonlar Zamiraxon hojonamizni davramiz markaziga kelishlarini so'rab qolamiz. Shu o'rinda kechamiz mana shu boshlang'ich daqiqalarda kelin-kuyovlarimizga o'zlarining eng samimiy tilaklaridan davramizni fayzli tarzda boshlab berishadi. Marhamat, to'y boshlarimiz davramiz markaziga yo'naltirib borasizlar. Qolganlar mumkin bo'lsa faqatgina guldiroz qarsaginglar bilan olqishlab turasizlar. Rahmat, tashakkurlar. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin.